Hop, keyingisi uchuklama massali jism pastga tik otildi. 3 sekunddan keyingi impulsini toping deyapti. Hop, jism impulsi jism massasini tezlikka ko'paytmasi bilan o'lchaymiz. Hop, endi uchuklama massali jismni tik pastga otsak, u tekis tezlanuvchan harakatda bo'ladi-da. Uni o'sha 3 sekunddan keyin tezligini topish uchun o'zi v0 plus gt ligini bilamiz. Endi bizda boshlang'ich tezlik yo'q. v0 0. v0 0 bo'lsa bu gt ga teng bo'lib qoladi. Demak, gt t bizda 3, j 10 deb oladigan bo'lsa, demak v teng 30 metr taqsim sekund bo'ladi. 3 sekunddan keyingi tezligi. Endi bizdan 3 sekunddan keyin impuls so'ralgani uchun ana shu chiqqan tezlikni massaga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Demak, mv massamiz 3, tezligimiz ham 30 chiqdi 3 sekunddan keyin. Demak, impulsi 90 ga teng bo'ladi. Hop, to'g'ri javob mana bizda berilgan 90.